O'zingdan ketma. Men senga nima deganman? Menga qara, shunchalik ham uradimi, ha? Shunchalik uradimi? Seni xulqing yomon bo'lib ketyapti, Rahmatjon. Men Mamatimga keldi, o'sha chegaradan chiqib ketyapti hammasi. Xullas, menga qara, juma kuni soat 6:00 da adang shu yerda bo'lsinlar. Tushundingmi? Ustoz, men adam yo'q. Lekin ustoz, men sizni odamdek ko'raman. Lekin meni juma kuni vaqtim yo'q deydi, Rahmatjon. Nimaga? Endi maylisim bor. Qanaqa qilib maylisim bo'lsa, men maylisga borishim mumkin. Undan keyin hammani oldida qanaqa qilib men o'zim urushaman, turg'izib olib. Bo'lmasam o'yin kesildi. Ustoz. Ana oyim ham ketib qolganlar. Mayli, siqilma Rahmatjon. Xohlasa men seni zo'r o'qishlarga olib kiraman. Faqat xulqing to'g'rilagin, sen o'zi yaxshi bo'lasan-ku, to'g'rimi? Mayli, boraversan. Rahmat ustoz, rahmat. Xo'p. Alo. Hoy. Keldinglarmi? Bo'l, o'zim kutib chiqaman. Oyimga kelishdi. Ketdilar duding-ku, ketganlar duding-ku. Ha, Buxoroga ketganlar, qaytib kelibdilar. Men kutib borishim kerak. Ustoz, darsdan ruxsat olib berasiz, o'zingiz charchamang. Menga qara, chaqli. Hech kim gapimga kirmayapti meni hech kim. Samandar to'xta. Rahmatjonga tushunmayapman. O'tgan kun bitta qiz bilan ko'rgan edim. Nima bo'ldi unga? Men ham bilmayman. Shirin o'limidan keyin вообще o'zgarib ketdi. Shirin kim? Rahmatjon bilan Shirin sevishardi. Keyin Shirinni mashina urib ketdi. Shundan keyin boshlandi hammasi. Xo'p, mayli. Nima bo'lsa ham u yomon yo'ldaligi aniq. Men buni tagiga yetishim kerak. Yordam bera olaysanmi? Shirinni qanaqa qilib unutding? Unutib olsam aytaman. Ba'zan qidirib topganing emas, tasodifan uchratganing seni baxtli qilar ekan. Baxtlimisan? Yo'q. Sen mendan yaxshirog'iga loyiqsan. Kinodagi gaplaringni yig'ishtir. Rostini aytaman. Sen mendan yaxshirog'iga loyiqsan. Menga sendan yaxshisi ham, yomoni ham kerak emas. Menga sen keraksan.